shahardan sovchilikka kelibsiz-da. Ha, o'rgilay. Qizingizni jiyanimga bersangiz kam bo'lmaydi. Shaharda yashaydi. Demak, kuyov sizni jiyaningiz. Ismi nima edi? Zafarjon. Ha, yaxshi. Qayerda ishlaydilar? Bunaqa tergov qilmang, o'rgilay. Uzr. Endi shahardan sovchi keldi deb shundoq berib yuboravermaymiz-ku surishtirmasdan. Uzr. Ishlamaydi hozircha. Ota-onasini topgani 7 pushtigacha yetadi. Shunaqa deng. Ha, otasini avtoturargohi bor, firmasi bor. Opami bittagina o'g'li bor. Voy joyga tushgan. Jiyaningiz biror joyda o'qiganmi? Kasblari nima ekan? Nima qiladi o'qib? Axir otasini puli yetarli deyapman-ku. Endi jiyaningizga otasini bir umr bog'lab bermagan-ku. Yigit kishi bo'lsa, o'z aravasini o'zi tortish kerak emasmi? Meni jiyanim arava tortib yuradiganlardan emas. Yo'q, siz noto'g'ri tushundingiz. Endi men yigit kishini o'zini puli, o'zini yo'li bo'lish kerak degan ma'noda gapirdim. Tushundim. Mayli, o'ylashib ko'ramiz. O'ylab ko'ring. Baribir jiyanimdan ortiq odam topa olmaysiz. Yaxshi yigit, ota-onasini yolg'izgina farzandi. Ha, uni ustiga badavlat.